Assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa bugun boshlab oldik. Bugun xullas go'ng tozalash sessiyasi haqida gap bo'ladi. Bu yerda go'ng o'shani keladigan yo'li bu o'sha ikki tarafdagi bitta motordan chiqadigan ikki tarafdagi qo'l. Ya'ni bu tarafda u tarafga qarab ketadi. Bu tarafdan esa bu yoqqa qarab keladi. Mana shu ko'rib turgan qo'llaringiz bollarning tagini eng asosiy global muammo bo'lgan mol boqishdagi tagini tozalash muammosi. Ya'ni bu muammoni bittada yechim beradigan o'sha apparat hisoblanadi. Ya'ni bu apparatimiz 5 tonnagacha bo'lgan go'ngni bemalol chiqarib berishi mumkin. Ya'ni ko'rib turganingizdek to'lib ketyapti hammasi. Bu yerda orqasidagi esa ko'rib turganingizdek toza. Bu yer olib tonlarga chiqarib beradi. Endi o'sha keladi mana shu yerdan o'sha yo'li bo'yicha mana shu yerga tushishni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu to'lib kelyapti. Bu yerda ariq to'g'ri u tarafga qarab o naryoq tarafdan ariqdan oqib keladi bu suyuqlik. Hamma naveslarning tagidan chiqib bu tarafda ham ariq bor, bu tarafda ham ariq bor. O'shandan o'tib naryoq tarafga qarab ketadi. Bu skreperdan bu yerda juda ham ko'p. Ya'ni bu Samarqanddagi ferma hisoblanadi, katta ferma. O'shanga qo'yib bergan apparatimiz. Bu mana shu aytilgan skreperlarda mana shu motor tortadi. Ya'ni bu motor juda katta Moz kompaniyasi motori hisoblanadi. Bu masjidagi datchik ko'rsatadi. Xo'p. Endi masjiddan ko'radigan bo'lsak, hammasi ketadi aytilganidek. Naryoq tarafda o'sha yerlarda yamasi bor, uni ham ko'ramiz. Bu tarafda hammasi keladi. Go'nglarimiz aytilganidek o'sha ariqlardan o'zi maxsus qilingan ariqlardan keladi. Keyin bu yerdan o'tib pastki ariqdan pastdan yo'l qilingan, ya'ni mana shu yerdagi o'ziga maxsus qilingan yamaga kelib tushadi. Xo'p, aytilganidek o'sha fermalarning nimasidan yonboshidagi ariqlardan mana shu yamamizga kelib tushadi. Bu yerga kelib tushgan yama keyin motorlar yordamida, ya'ni separator. Bu ko'rib turganingiz separator hisoblanadi. Ya'ni bular bu yerdan suvni tortib olib, shlan yordamida bu yerda qayta ishlanib, bu tarafdan siqiladi. Ya'ni o'sha kelgan nimalari siqilib, bu yerdan quruq holati yerga tushadi. Ya'ni mana bunaqa dalalarga sepiladigan o'g'it sifatida chiqariladi. So'ng siqilgan suvi tagidagi shlan yordamida yana qaytadan o'sha bu yerga tushadi. Bu yerdan olinib, yana qolgan suv, faqat suvni o'zi qolgandan keyin bu olinib dalalarga chiqariladi. Ya'ni bu ham go'ng sifatida ishlab chiqariladi. Xuddi mana bu yerda ko'rib turganingizdek mana shu ko'rinishda chiqarilib tashlanadi. Xullas mana shu yerlarga shu separatorning o'g'itidan, ya'ni yokida suyuq holatidan sepib hamma joyi cho'tki qilib qo'yilgan. Mana shu yerdagi ko'rib turgan yamangiz, mana shu katta joy, mana shu hammasi mana shuning suyuq holatdagi narsasi o'sha yerga borib tushadi. Agarda kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Moz jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin.